to'xtating, yashillarga o'qlar aralashmaydi. Haromxo'rlar, eshit shuni. San sababli bizga balo kelyapti. Yo'qot to'xtat shunaqa aralashingni. Yashilni 1,5 kilo chiqarishni to'xtatsin o'shalar. Haromxo'rlar. Yashil 1,5 kilo emas-ku. Xudo xayr bersin. Vijdoningga uring, sana musulmonsan o'shan bola. Yashil 1 kilo 950, 1 kilo 50 chiqadi. Qaysi vijdon bilan 1,5 kilo chiqarasan sen? Vijdoning bormi? O'shanaqalar sanlar tufayli bo'lyapti mana shu narsa. Gunohlar biz hayotimizni barbod qiladi. Tabiatni izdan chiqarib yuboradi. Rasvo bo'ladi. Haqiqatan tan oldingi qor, tan oldingi yomg'irlar, qani qayerda o'ylaysiz? Bu bor narsa bu. Faqat Xudo bermayapti. Nimaga? Biz musulmonlar rasvo bo'lib ketdik. Ka'bani atrofidagilar aynisa qolgandan nima kutamiz deganlar Luqmon hakim. Ka'bani atrofida degan u Saudiyaliklar aytmayaptilar. Biz musulmonlar o tepada raketada chiqib ko'rsangiz Ka'baga yumalab bo'lib, dunyo yumalab musulmonlar yumalab bo'lib qarab namoz o'qiydi. Shu Ka'bani atrofidagi bo'lgan musulmonlar aynigandan keyin qolgan iymonsizlardan biz nimani kutamiz deydi.